Assalamu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi saboqdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyu madaniyat tarqitish shirkati, Şinjan Albidar madaniyat media cheklik shirkati hamkorlash bozorlar sungan, Şinjan İmran xalqaro savdo cheklik shirkati tajidorligidagi ular shundoq deydi programmasi. Men program riyosatchisi Umid Tursun. Kişilik turmuşumuzda biz nurg'unlagan tanlashlarga uchraymiz. Shunaqo. Dal mana shu tanlashlardan biz o'zimizga yoqqinni shundaqlar men yaxshi qila olmayman deydigan shu birsini tanlab turib, uning uchun kurash qilamiz. Ammo qandoqdir, ba'zanlarimiz dal mana shu jarayonda muvaffaqiyatga erishimiz. Ba'zanlarimiz mag'lub bo'lamiz. Undaqda nimishqa biz muvaffaqiyatga erisha olamiz bir qismlarimiz. Nimishqa bir qismlarimiz mag'lubiyatga duchor bo'lib qolamiz. Balkim ekran oldidagi shundaqlar naq maydondagi do'stlarimiz bu haqda o'ylash baxmagan bo'lishi mumkin. Bugungi bu san programmamizga taklif qilingan aziz mehmonimiz zodi kim? Avval biz ekran orqali tanishib chiqaylik. U Şinjan Yezigilik Universiteti Mark planlash tadqiqot ishxonasining oliy darajalik planlovchisi. Tuman odam planiga kirgan kandidat a'zo. U Ipak yo'li iqtisodiy balbog' rayoni va davlatlar tadqiqot mutaxassislar ombirining mutaxassisi. Şinjan marketing jamiyatining a'zosi. U Urumchi shaharlik igilik tiklash va ishga o'rinlashishga tarbiyalash mutaxassislar ombirining a'zosi. Şinjan Yezigilik Universiteti iqtisod va savdo institutining yosh dotsenti, magistr aspirant yetakchisi. Marketing kasbining Şinjandagi tunji yosh doktori Obliz Bulbul efendi. Qandoqda hammalar qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi aziz mehmonimiz Obliz Bulbul efendini sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Aleykümselam. Hoş geldiniz Oblizga. Marhamat sağdaşlar. Marhamat. Aldı bilan o'zingizning salomini naq maydondagi shundaqlar ekran oldidagi do'stlar bir yo'llab o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Naq maydon va ekran ko'rmanlar. Şinjan Yezigilik Universiteti Savdo va iqtisod universitetining o'qituvchisi Obliz Bulbuldan hammalarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Rahmat. Aka, sizdan tunji bo'lib so'raydigan savolim, ya'ni o'sha atrofdagi sog'doshlarimizmi balkim aniq bilmasligi mumkin. Shunaqa ekran oldidagi do'stlarimizmi bu huquq to'g'risida toza to'liq tushunchaga ega bo'lmasligi mumkin. Marketing degan bu huquqni zodi qanday tushunamiz? Endi bu marketing degan so'z bizningki nurg'un kishilarga nisbatan bir qadar noto'g'ri so'z. Chunki bu g'arbdan kirgan o'sha ingliz tilidagi bir so'z. Endi buni biz ommaboplashtirib aytsak, ma'lum bir mahsulotningki, ma'lum bir mulozimatningki, ma'lum bir ideyaningki mush bozorda o'ngishli almashtirilish uchun elib berilgan bir qator faoliyat jarayonidir. Endi bu bir qator faoliyat deganimiz nimani o'z ichiga oldi desak, ma'lum bir mahsulotningki planlanishi, uning ishlab chiqarilishi, uningki bozorga selinishi hamda mush mahsulotlarni uchurlarni qanday qilib iste'molchilarga e'lon tashviqotga yetkazib beramiz. Hamda mush mahsulotlarni bozor setilish uchun uning qanday setish yo'lini laylaymiz degandek mush bir qator jarayonlarning hammasi bizning mush marketingning doirasiga kirdi. Undaqda biz bugungi bu san programmamizning dastlabida men sahnaga chiqaqda tanlash to'g'risida gap qilib qoldim. Undaqda muallim, sizdan so'rab baqsam, sizcha tanlash nimadan derak berdi? Menimcha bo'lganda tanlash albatta shu hayotimiz tanlashga to'lgan bo'ldi ekan, turmushimizning o'zi bir tanlash jarayoni ekan. To'g'ri. Shuning uchun biz nurg'un tanlashlarga duch kelganmiz, hamda shu tanlashlarni qanday elib berib, shu tanlashlarimizning natijasini qanday erishimiz deganlar ustida hammalar duch keldigan hamda o'ylash tegishli bir masala ekan. Masala, demak, bugungi bosh temangiz bo'lsa, dal tanlash to'g'risida. Uningdan boshqa tanlashning o'zi mas'uliyat degan temada. Shundaqmi? Qandoqda sahnimizsiz qoldi. Marhamat. Assalomu alaykum. Naq maydon ekrandagi ko'rmanlar. Endi men televiziya stansiyasining taklifini o'zim qabul qilganligim uchun mushni sahnada ko'pchiliklar nima masalalar, nima temada o'rtoqlashsam bo'ladi degan ustida astoydil o'ylandim va yaxshi tayyorlik qildim. Menimcha bo'lganda mana shu tanlash va mas'uliyat. Mana shuningdek bizningki mush hayotimiz nurg'un tanlashlarga to'lgan bo'ldi ekan, turmushimizning o'zi bir tanlash jarayoni ekan. Shu jarayonda biz nurg'ulgan tanlashlarga duch kelganmiz. Nurg'ullarimiz o'xshash tanlashni qilganmiz, lekin shu tanlashimizda erishgan natijalarimizda farqlar bo'ldi ekan. Masalan, bizning ko'pinchimiz o'qishni tanlaymiz, mayli o'rta maktab bo'lsin, oliy maktab bo'lsin, shu o'qish jarayonida erishgan bilimimiz, erishgan natijamizda farqlar bo'ldi ekan. Nurg'ullarimiz jamiyatdagi har qaysi sohasiga ma'lum bir xizmatni tanlayotganmiz, lekin shu xizmat orqali jamiyatning taraqqiyotga qo'shgan to'hfamiz ham shu orqali erishgan natijamizda farqlar bo'ldi ekan. Yana nurg'ullarimiz shu turmush qurishni tanlayotganmiz, shu turmushniki jarayonda biz erishgan baxt tuyg'umiz yoki shu ma'naviy o'zqimiz ya bo'lmaydi shu turmush orqali jamiyatning inoq ijillikqa qo'shgan to'hfamizni farqlar bo'ldi ekan.
Menchi bo'lganda mana mushjatlik farq shakllangan farqlarning hammasinin sababi men o'ylayman u bizni elib borgan tanlash va shu tanlash bo'lgan muomalamizdan kelib chiqqan farq bo'lishi mumkin deb o'yladim. Albatta mening bunday deb qarashimdimi, mening shu qisqacha hayot musofamda o'zim yo'liqqan tanlashlarım va shu tanlashlarga bo'lgan pozitsiyalarimdan bo'lishi mumkin. Chunki men shunday tanlashlarga yo'liqqan hamda shu tanlashlarda qandoq elib berishni, shu tanlashlarga qandoq muomala qilish orqali shu natijani qo'lga keltirish ustida o'ylangan hamda izlangan hamda izlanyapman. Masalan, qaraydigan bo'lsam, men shu qisqacha hayot musofamda birinchi qatim o'z oldimga mustaqil holda elib borgan tanlashim bo'lsa, shu to'liqsiz o'tirib maktab bitirgandan keyingi davomli o'qish yoki o'qimaslik to'g'risida elib borgan tanlashim bo'lishi mumkin. Men o'zim shu Qashqar Yo'pirq Naysdan o'tirib boshlang'ich maktablarni shu yerda tamomlagan. Hamda shu to'liqsiz o'tirib maktabni o'qiyotgan chog'larimda bizning uydagilar yakka egilik tijorat bilan shug'ullangan bo'lganligi uchun davomli meni shu to'liqsiz o'tirib maktabni o'qib bitirgandan keyin o'qishdan to'xtab qolib, shu uyninki egilikka yordamlashsangiz deb da'vat qiladi. Men bu so'zni anglagandan keyin bir anglab, ikki anglab balkim to'g'ri topgan bo'lishim mumkin. Men borgan sari shu o'qishga sal qaraydigan bir odat yetilib qoldi. Shuning bilan albatta natijamda chekinishlar bo'lib, shu sinfdagi o'tirib oxirgi qatorlarga kirib qoldim. Shuning bilan bu to'liqsiz o'tirib maktabimda o'qishim bitdi. Men uydagilarniki shu da'vati bilan men o'qishdan to'xtab, shu oilaniki tijoratiga yordamlashga boshladim. Endi bizniki shu chog'dagi tijorat o'rnimiz hozirgi shu Qashqar universitetiniki endi bo'lganligi uchun men shu tijorat jarayonida davomli shu universitetdan kirib chiqqan bolalarni davomli ko'rib turardim. Men de har bir qatim ko'rgan vaqtimda shularga shunday havas qilardim. Hatto shularga bu qiziqish yoki talpinish o'tirdi. Har bir qatim ko'rsam bir qatim lavallaydi. Shuning bilan men oxir bo'lmay shu masala ustida uydagilar bilan astoydil paranglashdim. Hamda men uydagilarga bunday ahvol men o'qiy deb shu taklifimni o'tirib qo'ysam, bizning cho'nglar menga dedi. Mala memdi mayli o'qiyli, mayli tijorat qilli, bizning oxirgi maqsadimiz shu turmushimizni yaxshi o'tkazish. Shu tijoratni yaxshi qilsak, ya'ni o'xshashlar shunday yaxshi turmushga erishib bo'ldi deb aytdi. Men javob berdim. To'g'ri, bu kasbniki yaxshi yoki yomoni yo'q. Kasblarning hammasi o'xshash. Faqat qaysi kasbni tanlasak, shunga tirishib, shuningdan bir natija izsaklar, natijaga qo'l keltirgan ras. Lekin men o'ylab qoldim, shu tijoratni taqim yaxshi qilish uchun men o'qib bo'lib qilsam, men ishlamanki, natijani taqim yaxshi olishim mumkin deb javob berdim. Shuning bilan shu meningki akam oliy maktabda o'qiganligi uchun bu gapimni anglagandan keyin, agarda sen o'zing bunda o'ylab shuni tanlagan bo'lsang, unda men seni o'qishga olib beray deb meni to'liq o'tirib maktabga elib mandi. Shuning bilan biz to'liq o'tirib maktabga bordik. Bu vaqtda bizning maktab mudiri bizni ko'rib, bizni qarab turib ketib, bu hozir 12-oy bo'lib qolay degan tursa, bir mavsum tugab qolay degan tursa, bu vaqtda sen bu balani ekansan, qanday bu maktabda yetishib o'qiy olaydi deb bu savolni bizga qo'ydi. Shuning bilan men o'zimning tirishchilik orqali bolalarga yetishib olganligim ustida va'da berdim. Akam meni yetaklab mang'dirganligi ustida va'da berdi. Shuning bilan o'qishga qaytadan kirib ketdim. Mana bu mening birinchi qatimda tanlashimniki oxirlashdi. Lekin bu tanlashning oxirlashganligi hargiz meningki shu tanlashniki menda qozonganimdan direkt bermaydi. Men shu vaqtda o'yladimki, tanlashni qildim, endi menga shu tanlashdan natija olalamdim yo'qmi degan shu besim mening zimmamga tushganligini his qilib, besim his qildim. Albatta, men dastlabki shu o'qishimni boshlagan chog'larda bir oldi bilan mening burungi o'qishimni natijamni toza yaxshi emasdi. Ikkinchisi, men endi bu bolalardan shu bir mavsum yaqin vaqtda keyin keldim. Qarsam albatta menda natijada cho'ng farqlar bor bu chog'da. Endi men o'ylashdim, unda bo'lsa men shu tanlashimni qanday qilish orqali natija qozishim kerak dedim. Buning bilan men oxirida birdan-bir masala, men vaqtning ishidan vaqt tepib, tirishchilik ko'rsatib, mush bolaga yetishib olishdan bilak menda yo'l yo'q deb o'yladim. Shuning bilan qanday qilsam bo'lar deb o'ylasam, shu kechilik vaqt men cho'g'anda bir qadar uzun, bir qadar mo'l vaqt ekan. Mush vaqtdan foydalanib boqil bo'larmi deb men shu kechilik vaqtda men uxlamay mush sinab boqqan vaqtlarim bo'lgan. Albatta shu
vaqt odamning ajrini yeyib qo'ymabdi degandek, oxirida meniki natijam buni aytdi. Tez suratda esishib boshladi. Shuning bilan 1 yildan keyin lekin men sinfdagi oldingi bolalarning qatoriga kirdim. Shuning bilan shu o'qish bitirimiz degan vaqtlarda men shu oldingi bolalarning qatoriga kirdim. Shuning bilan oliy maktab imtihonimizga qatnashdik. Meniki o'zimning balkim shu tirishchiligim az tur ko'p tur natija ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan shu oliy maktab imtihonimizda naimiz bo'yicha eng oldingi nomerni qo'lga keltirib, birinchi qadam tanlashimning natijasini ko'rdim. Balkim men ham shu tijoratchi oilasidan kelib chiqqan sababim bo'lishi mumkin. Men o'ylab, shu Jungoniki eng taraqqiy qilgan Beijing Shanxaydagi shaharda o'qiyman, yana biriga shu iqtisod kasbini o'qiyman. Chunki men sizlarga shu vaqt va'da bergan, men shu o'qib bo'lib, andak men islom tijoratini qilaman deb. Men shu iqtisod maktabining iqtisod kasbini tanlayman deb, shu Markaziy Moliya iqtisod universitetini tatib, shu Shinjondagi shu Moliya iqtisod institutigacha butun orzuyimni shu maktablarni yozgandim. Shuning bilan oxirida ham o'zimning nomerim yomon emas bo'lganligi uchun birinchi orzuyim shu Markaziy Moliya iqtisod universitetidan keldi. Shuning bilan u to'liq kurs maktabga Beijing qarab mandiq. Albatta, Beijing borgandan keyin burun men hamda bu Qashqadaryodan chiqib boqmagan. Borgandan keyin men turmush bo'lsin, shu til bo'lsin, nurg'un jihatdan qiyinchiliklarga duch keldim. Endi men burun biz shu o'rta maktabda o'qiyotgan chog'larda nurg'un odamlar deydi, u o'rta maktabda yaxshi o'qisanglar, oliy maktab chiqqandan keyin o'yinchilar qishilishning o'rni yo'q. Vaqtida o'ynab yurib o'qib ketgil bo'ldi deydigan. Lekin men u yoqqa borgandan keyin uni qat'iy his qilmadim. Qarsam o shu yerda bir-birimizdan yomon. Qarsam men bu agar bu o'ynay desam, men taxmi ulardan necha 10 kilometr keyin qolgandek turman. Qanday qilishim kerak? Endi boshqa tanlash yo'q. Agar men ular ko'zlagandek o'ynab o'tib ketgan bo'lsam, mening burunqi tirishchiligimni bekor ketgandek turdi. Qanday qilishim kerak? Endi yana burunqi uslubim bo'yicha taxmi olib qarab menishim kerak. Shuning bilan yana shu yerda o'xshash, lekin men burunqi odatim bo'yicha ertaga soat 5-6 da turib, yana lekin dars chiqadigan 2 soat vaqtda men shu til yodlash, mayli xanzcha bo'lsin, mayli inglizcha bo'lsin, shu til yodlash bilan o'tkazdim. Chunki shunday qilmasam, men keyin meniki sinfimda mendan bilak hammalar xanzcha savodoshlarim bor, ular hamasi burun inglizcha o'rgangan, ularning asosi bor. Men ularga yetishmayman bu yerda. Shuning bilan men shunday tirishchilik ko'rsatish orqali yani buningki unumi dastlabda ko'rishga boshladi. Shuning bilan shu oliy maktabning 2-yilligida lekin men inglizcha 4-6 daraja imtihonlarni yutib, mening shu xanzcha savodoshlarim bilan tang oldim, hatto ularni biroq holda shu kengishlarni qo'lga keltirdim. Albatta, shunda tirish orqali oxirida hozir ko'p natijalar ko'rildi, kasbiy fanlarni yaxshi egilladim. Shuning bilan endi o'qish bitirgan vaqtiga qadam qo'ydik. To'liq kursni o'qish bitirgan vaqtlarga. Endi bu vaqtda yana o'xshash tanlash bo'ldi ekan. Endi yuqorilab o'qish kerakmi yoki xizmat qilish kerakmi? Xizmat qilish kerak bo'lsa, nerede xizmat qilish kerak? Qanday xizmat qilish kerak? Endi men o'ylab, men o'zim ham shunday tirishchilik ko'rsatib o'qibdiman. Unda bo'lsa, men xizmatni o'zimga davomli shunday haydakchilik bo'lgan, o'zimning tirishchilik haydakchilik bo'lgan bundaroq bir xizmatni tanlasam deb o'yladim. Shuning bilan shu chaqlarda shu Tianjindagi bir xalqaro cho'ng shirkat bizniki maktabimizga odam qabul qilib keldi. Men ularga o'zimniki tarjimonini tashlab qo'ydim. Ondan boshqa shu Jungo Xalq Bankisi, ya'ni Amela hukumat Jungo Xalq Bankisi Jungodagi savdo banklarini boshqaradigan cho'ng pul muomala apparati hukumatning. Hamda uningki intomisini Beijing turib, uni intomisini berdim. Shuning bilan keyin bu natijalar chiqdi. Ularningki shu yezish intomisi, 100 turam intomlar qatnashib, oxiri shu xalqaro cho'ng shirkatdan meni kelib to'xtam tushsam bo'lganligi haqida xabar qildi. Ondan Jungo Xalq Bankisidan mening intomlardan o'tib o'tganimdan kelib to'xtam tushsam bo'lganligini xabar qildi. Shuning bilan endi tanlash, men qaysini tanlashim kerak? Bu ustida men yana beshim qatdi. Albatta, o'yliklar meni shu Shinjongga kelib, Jungo Xalq Bankisida ishlashimni da'vat qildi, hamda umid qildi. Chunki u menga shunday yaxshi o'rin, shu nurg'un kishilar menga degan. Endi men o'ylab, shu xalqaro cho'ng shirkatda ishlab boqsam, mening taximi jiqroq narsalarni o'rganishimga, jiqroq yerlarni ko'rishim foydasi bo'larmi deb o'yladim. Chunki u shirkat menga va'da bergan, birinchi yil davlat ishida 1 yil davlat ishida pratika qilsang, 2-yildan boshlab chet eldagi tarmoq shirkatlarga chiqiramiz, ochadi ishlaysiz deb va'da bergandi.
Endi qaysini qilsam mening keyin taxim ilgirishimga taxim jiq narsalarni o'rganishim foydasi bo'lar deb o'yladim. Shuning bilan shu 2005-yili chaqandan keyin men ondan oxir qarorimni chiqarib, bo'ldi men shu ishkir cho'ng xalqaro shirkatda ishlab o'zimni bir jangilan qilib boqay, tirishib boqay. Taxim jiq narsalarni o'rganib qolishim mumkin deb shu yerga borib shular bilan to'xtamni imzoladim. Shuning bilan bu o'qishim bitdi, 7-oyda o'qish bitdi. Shuning bilan o'qish bitirib, lekin Tianjinga berib ishga tushdim. Endi ishga tushgandan keyin albatta kunda muqim 5-6 da ishdan tushimiz. Ishdan tushgandan keyin vaqtlarda endi azul baka qoldigan bo'lib qoldi. Lekin shu vaqtni beka o'tkazim kelmadi. Endi qanday qilishim kerak? Shuni o'ylab yurgan vaqtlarimda shu 2006-yillik shu aspirantlik imtihoniga tizimdiga vaqt kelib qopti. Tizimlatgandan keyin imtihonimdan ba'dim ondan keyingi shu 2006-yili 4-oylarda natijam chiqdi. Qarasam natijam yaxshi, keyin uningmi yuzra imtihonlarga qatnashib, u magistrlikni qabul qildim. Unda bo'lsa, endi qanday qilishim kerak? Endi yana davomli xizmat tanlashim kerakmi yoki o'qishim kerakmi? Men o'ylab, agar men o'qishni tanlasam, balkim mushu xizmat jarayonida egilash tegishli bo'lgan ba'zi narsalarni to'liq bilishim mumkin. Yana birga o'qib bo'lgandan keyin yana xizmat qilmoqchi bo'lsam, men javob tanlash fursatim taxim ko'p bo'lishi mumkin deb o'ylab, oxiri qayta maktabga berish mushu magistrlikni o'qish qaroriga kelib, maktabga yana qaytdim. Albatta, maktabga qaytgandan keyin yana o'xshash, lekin men nima qilishim kerak? Endi mushu o'qishni tanlagandan keyin men mushundimi yana natija qozonishim kerakda, ozdir ko'pdir natijaga erishishim kerak. Shuning uchun men o'zimniki shu xizmat jarayonida his qilganligimni birlashtirib, shu qaratmalik bilan xizmatning nimaga ehtiyojli ekan, nimamidan muhim ekan degan mush qaratmalik holda ma'lum bilimlarni planliq sistemaga o'rganishga boshladim. Shuning bilan bu aspirantlik o'qishimni 3 yillik bo'lganligi uchun tez suratda aspirantlik o'qishimni bitay deb qoldim. Endi aspirantlikni yaxshi natija bilan bitish yo'lida turdim. Shu chog'larda endi lekin tanlash, ham davomli o'qishim kerakmi yo bo'lmaydi, yana qayta xizmatga chiqishim kerakmi? Endi bu chog'da o'ylab, men endi mushundoq tirishchilik ko'rsatmay, endi nima xizmat qilishim kerak deb o'yladim. Shunda o'ylab, men agarda yuqorilab o'qsam nima qilmoqchi? Men o'yladim, yuqorilab o'qsak, albatta yuqorilab doktorlikni o'qsam, bu doktor degan nima? Bu nima qildi deb o'yladim. Albatta doktor deganimiz endi ma'lum bir sohadagi shu soni tadqiq qiluvchi bir mutaxassis degan gap. Shunda bir ixtiro yetilgan odam degan gap. Unda bo'lgandan keyin bu doktorlikni bitirib odatda nima ish qilish mas keldi? Men o'yladim, ma'lum tadqiqot o'rnida yoki oliy maktabda ishlash mas keldi. Shuning bilan men o'ylab, agar xizmat izlasam-mo, oliy maktabda izlashim kerak. Yana birga davomli shu doktorlik imtihonini tayyorlab qilib, uni beraverishim kerak deb o'ylab, shu ikkisiga tang holda yurish qildim. Ana shuning bilan shu chog'da shu Beijingdagi Tsinghua universitetiga, bu hozirgi bizniki Xinjiang Yezlik universiteti ixtisoslarni qabul qilib beribdi ekan. Shu bilan men uyga berib, o'zimdan tarjimonini ulag'im tashlab qo'ydim. Shu bilan davomli shu doktorlik imtihonini tayyorlab qilib, bu ishlar bilan bo'laverdim. Natijada doktorlik imtihonining natijam chiqdi. Umum nomer 300 nomerdi. Men shu yerda 230 nomer. Shu chog'da marketing kasbiga 8 odam qabul qilgan. Shu 8 odamdan birinchi nomerni olib, men u imtihonni o'tdim. Shu bilan bizniki hozirgi maktabim Xinjiang Yezlik universitetimi menga kelib ishlasam bo'lganligi ustida xutirish qildi. Endi men bu ikkisidan qaysini tanlashim kerak? Shuning bilan oxir yana o'ylash orqali mush ikkisini tang tutsam, balkim ikkisini bir-biriga haydakchilik qilib, ikkisidan taxim yaxshi natija chiqishi mumkin deb o'ylab, men ikkisini voz kechmay, ikkisini tang ilib menib, jafo cheksam, ikkisini tang ilib menishga qaror qildim. Shuning bilan men ba'zida bu yerda bo'lsam, ba'zida uyga kirib o'qishni davomlashtirdim. Uyadagi chaqlarimda, ya'ni o'xshashlarken, men agar doktorni o'qiyotgan chaqlarimda, shu o'xshashlarken men turmush qurib bo'lgan bo'lsam, shu qishda ta'tildim, qaytmay, ya'ni shu yerda shu o'zimning tadqiqotini qildim. Onda o'xshashlar men bu yerga ba'zi kelgan vaqtlarimda mushu sohada, bizning rayonimizda hozir qaysi yo'nalishlar bor, tadqiqotlar ilib beribdi, qanday masala mavjud ekan. Shu masalalarni yig'ib olib, uyga kelib ketib, shu yerda shu ustida o'ylanib, shu tadqiqotlarni olib bordim. Shunda qilib, shu 2010-yili meniki bu doktorlik o'qishimni yaxshi natijalar bilan shularniki bekitgan normasini oshirroq natijalar bilan uni tamomlab maktabimga qaytib keldim. Qaytib kelgandan keyin men yana o'zim qayta o'yladim. Endi men butun shu oliy maktab o'qituvchisi degan xizmatga qaytib keldim. Endi shu xizmatni men
nima qilishim kerak? Bu xizmatning mas'uliyati nima deb o'ylandim. Albatta, balkim o'tirganlar uqishinglar mumkin. Oliy maktabniki asosliq xizmati yoki mezoni nima desanglar, biri ixtisos xodim tarbiyalash, ikkinchisi tadqiqot bilan shug'ullanish, uchinchisi jamiyat uchun mulozimat qilish. Unda olsa bu aniq. Unda olsa oshlining hammasi men qilish tegishli xizmat. Unda olsa men oldi bilan mush o'quvchilarimni qanday qilib yaxshi tarbiyalab, mush o'zimniki marketing yoki mush korxona boshqarish sohasida men qanday qilib mush o'quvchilarimga eng yangi bilimlarni yetkazib, eng yangi usullarni shular ta'minlash orqali mush davlatimiz va rayonimizniki mush korxonachilik uchun mush ixtisos xodimlarini yetkazib beralayman deganni men birinchi o'zimning mas'uliyat qildim. Shuning bilan bir vaqtda yana lekin nima? Men bir doktor hamda oliy maktab o'qituvchisi bo'lishim bilan hamda men bol tarbiyalab lekin uchun yana yetarli emas. O'xshashda men tadqiqot olib berishim kerak. Chunki mushu rayonimizga marketing yoki korxona boshqarish sohasida qandoq mas'ullar bor. Shu masalalarni qandoq qilib hal qilish orqali mush korxonamizniki yoki bo'lmaydi, mush rayonimizniki, davlatimizning yoki rayonimizning iqtisod taraqqiyotini ilgari surma degandeklar hammasi biz mushu sohadagi doktorlar yoki oliy maktab o'qituvchisi bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyat. Unda bo'lsa men shu ustida men mush davlatlik, o'lka ministr darajalik tadqiqot turlarini elib, shu ustida tadqiqotlarni elib bordim. Navbatda hammadan balkim yoki xabarlarda ko'rgan bo'lsanglar mumkin yoki bo'lmaydi, uqishinglar mumkin. Mush davlatimizningki taraqqiyot uslubida o'zgarish bo'layotdi. Davlatimizning iqtisodiy taraqqiyot uslubida o'zgarish bo'layotdi. Nima? Burunqidek sonni qo'llashmay, hozir sifatni qanaqa qildi? Kuchayib, shuni kuchaytirdi. Endi mushu ta'minlash qurilma soat elib beradi. Bu nima? Burunqidek korxonalar men nima ishlasam shuni ishlab chiqarma, iste'molchilar shuni setib oladi emas. Iste'molchilar nimani xohlaydi? Shular nimaga ehtiyojli, nima setib olish xohlaydi deganini bilib turib, shularga mos keladigan, shular setib olishni xohlaydigan mahsulotlarni setib olish. Mana bu qurilma soatning negizlik mazmuni. Degandek, unda bo'lsa, mushu kichik korxonalarmi mushu qurilma soatning ehtiyojiga moslashish, shular bilan teng menish uchun qanday qilish kerak? Men o'ylab, albatta, o'zida shu texnik bo'lmasa, o'zi shu ishni qilolmasa, unda o'z texnik kirgizish yoki yangi ideya, yangi boshqa usulni kirish orqali yangilik yaratib, qanday qilish, taraqqiy qilish kerak. Bo'lmasa, albatta, bozorda ishlanib ketadi. Buningga bozor degan shunday nima, rayimsiz bir jang maydoni. Shuning uchun men mushu yangilik yaratib kichik korxonalarningki yangilik bir taraqqiy qilish degan temini olib, mushjatiki mavjud bo'lgan mushunchalik sade hozir ko'pdir bir o'zimdan fikrini o'tirib qo'yib, mush yo'lni mush korxonachilarimizga yoki mush rayonimiz ko'z birasi menchi bo'lganda shu ozroq bir mas'uliyatni ado qilgan bo'lish mumkin deb mushni qilyapman degandek. Shuning uchun men o'yladim, shu ustida izlanyapman, endi kelgusini izlayman. Men bu o'zimniki bosh tortib qilib bo'lmaydigan mas'uliyatim ham qilish tegishli xizmatim. Albatta, shunday qilib bizniki meniki mushu o'qish jarayonidagi tanlashlarim, boshdan o'tkazganlarim shunday bir jarayon bo'ldi. Endi men shuningdan his qildimki, har bir odam mushu tanlashga yo'liqqanda astoydil o'ylanib tanlash qilsa, uni tanlab biz o'zimizga o'zimizga nishon qilib tanlash elib borganmiz. Biz uningga mas'ul bo'lib, shuningga astoydillik bilan muomala qilib, tirishchilik ko'rsatsak, o'xshashlar yaxshi natijalarga erishkil bo'ldi deb qarayman. Mayli qaysi soha bo'lsin, chunki mening nazarimda xizmatniki yaxshi nachir yo'q, hammasi o'xshash. Faqat farqimiz uningga tirishchilik ko'rsatdikmi yo'q. Albatta bunday desam, ba'zilar so'rash mumkin. Muallim ba'zilar unda bo'lsa, ba'zi tanlashni biz o'zimiz qilmasligimiz mumkin. Ba'zi tanlashlarimiz boshqalar bizga qilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi tanlashlarimiz passiv oldigan tanlash bo'lishi mumkin. Bunda vaqt qanday qilishimiz kerak deganlar bor. Menchi bo'lganda hamda mushundaq tanlashlarda agarda o'zimizning hamda qayta shu tanlashni o'zgartirish imkoniyatimiz bo'lmasa, ham uningdan qaqshab vaysigandan ko'ra, osh tanlashga o'xshashlar astoydillik bilan muomala qilib, tirishchilik ko'rsatsak, osh tanlashnimi o'zimizning tanlashga o'xshashlarkan yaxshi natijalarni qo'lga keltirguli bo'ldi deb o'ylayman. Ko'pchilik rahmat. Bundaqda endi biz yoshlar vakilining qanday o'y fikrlari bor, shundaqla qanday savollar bor, anglab boqaylik. Marhamat. Assalomu alaykum Abduz muallim. Men Shinjang Yazgilik universitetidan Zuliyar Qurban. Alaykum assalom. Bugun nutqingizni anglash fursatiga bo'lganimdan nihoyat xursandman. Mening sormoqchi bo'lgan savolim
marketing kasbi bizning hozirgi kundalik turmushimizda ishlatgan bo'ladigan kasbmi? Bu marketing bilan setishning qanday farqi bor? Mush haqda ozroq bir tushuncha bersangiz. Rahmat. Rahmat. Men beşirim deb o'tdim, nurg'un odamlar bu marketing uqumiga toza pishiq emas. Endi ba'zi deb qaraydi, bu marketing degan uqum shu setishqo, shu korxonalarda ishlatildi deb. Endi biz deb o'tgandek marketing degan uqum bu g'arbdan kirgan uqum. Endi bu dastlabki uning muddasimi shu korxonalarda ishlatilib, korxonalarning masalan hal qilish. Lekin bu deganlik hargiz bu marketing turmushda ishlatilib bo'lmaydi deganlik emas. Masalan, biz o'ylab boqaylik, biz kunlik turmushimizda sizlar shu uzanlarning eng yaxshi tarafini boshlarga ko'rsatishni o'ylab boqqanmi? Sizlar shu boshlarga cho'nqur ta'sir qoldirishni o'ylab boqqanmi? Sizlar shu boshlar bilan fikrlashish orqali uzanlarga shu o'yini yoki fikrni boshlar qabul qilishni o'ylab boqqanmi? Agarda o'ylab boqqan bo'lsanglar, sizlar bilib bilmay marketing xizmatini boshlab bo'psizlar. Demak, nima bu marketing degan bu uqum bizni layoqatli korxonachi qilib qolmasdan, bizni layoqatli layoqatli xizmatchi, layoqatli bola, layoqatli qanday o'quvchi mu qila oladi. Shuning uchun men o'g'anda turmushimizni aytib keng darajada ishlakil bo'ldi. Shunga ko'pchilikdan baraq o'qishib, taxmin yaxshiroq egilishni umid qilaman. Rahmat. Endi bu marketing bilan o'sha setishninki farqini so'rab o'tdim. Men deb o'tgandek nurg'un odam marketingni setish deb qaraydi. Bu shu marketing tushunchasini toza pishiq bilmaslikdan kelib chiqqan uqum. Endi albatta marketing ishini setish bor. Lekin marketing deganimiz mushu setishlar emas, mushu sotadigan mahsulotni qanday loyihalayma. Sotadigan mahsulotni qanday ishlab chiqarma. Sotadigan mahsulotga qanday baho bekitma. Sotadigan mahsulotni qaysi yo'lda nada sotma. Sotadigan mush mahsulotning uchurlarini iste'molchilarga qanday yetkazib berma. Degandeklarning hammasi marketing qiladi. Osh xizmatlarning hammasini qilib bo'lgandan keyin, ondan keyin setishga navbat keldi. Demak, nima setish degan eng oxirgi halqa marketing ishidagi kichikkin bir hujayra kichkina bir qism deymiz. Qolgan xizmatlarning hammasi beshida bo'ldi. Iste'molchilarimiz ko'pchilik ham bilan ko'rdigan halqamiz setilish harakati bo'lganligi uchun biz ham bilan mush marketingni setishga tang deb qaraymiz. Bu mukammal to'liq uqum emas. Endi aniq tushunchaga ega bo'ldik. Demak, marketing degan bu kasb bo'lsa, dal shu tijorat jarayonidagi dastlabki planlashdan tortib, eng oxiridagi shu setishgacha bo'lgan jarayon ko'rsatilgan. Rahmat muallim. Qandoqda yana bir aylanishni olaylik. Marhamat. Assalomu alaykum Abdulaziz muallim. Men Shinjang Yezlik universiteti iqtisod va savdo institutining o'quvchisi Asiya Abdulaziz bo'laman. Sizning o'quvchingiz bo'lish salohiyatim bilan bugungi nutqingizni anglash fursatiga erishganligimda intayin xursandman. Anglashimcha siz Jong'odagi eng yuqori darajadagi tadqiqot turlari bo'lgan Shinjongdagi oz sonli millat kichik va mikro tipli korxonalarning yangilik yaratib taraqqiy qilish tadqiqot turlariga riyosatchilik qilibsiz. Undaqda sizni so'rab baqsam, raqobat keskin bo'layotgan bugungi davrda kishilarning uzluksiz ish berayotgan ehtiyoji qarta korxonalar qanday qilganda bozor ahvolini to'g'ri ko'rsatib, yangilik yaratib taraqqiy qila oladi. Rahmat. Rahmat. Mushu men hozir mushu kichik tipli korxonalar qanday qilganda yangiliklar taraqqiy qila oladi degan mush temasida tadqiqot etib boryapman. Endi bu korxonalar endi mushu navbatdagi bozor raqobati bo'lib mushu yaqinqi 2 yilda amaliyot hukumat iqtisod umumiy yer sharining iqtisodi toza yaxshi bo'lmagan tushish bosqichida. Ham mushundaq mazgilda mush korxonalar endi qanday qilish kerak? Shuning uchun davlatmi bu masalani o'ylab, mushu ta'minlash qurilmasini olib beradi. Bu nima? Albatta, mushu biz korxonachilar, mayli kichik tipli bo'lsin, mikro tipli bo'lsin, men nimani ishlab chiqara olayman? Men u nimani sotaman deganda o'ylab qolmasdan, ular ko'proq oldin mushu iste'molchilar hozir nimani ehtiyojli ekan, nimani setlashni xohlaydi ekan deganni markaz qilib turib ishlab chiqarish epasa. Agarda u ular o'ylagandek narsani ishlab chiqara olmasa yoki ular o'ylagandek mulozabatni ta'minlayolmasa, ular izlanish orqali, yangilik yaratish orqali, yangilik yaratish deganimiz mayli texnika yangilik yaratish bo'lsin yoki boshqarish yangilik yaratish bo'lsin, hammasi mushu yangilik yaratish kirdi. Mushu orqali izlanish olib borsa, ondan iste'molchilarga mush ehtiyojiga mos keladigan eng yaxshi narsani ta'minlab beradi deb degan maqsad qilib mush tadqiqotlarni olib boryapman. Masalan, misol keltirib o'tsam, amalan balkim mushu oldingi yillarda mush xabarga diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin. Mushu Yaponiyaga chiqqan sayohatchilarningki ko'pincha mushu Yaponiyadagi o'birning yopquchisini
Türkümlep setvelip yandıra kelip Yaponiyada aş mallar üzülüp qaptı. Setvagıl malmı yok. Sınavınca muşu aşı oburini yapışı muşu Cungo'da yok mu? Cungo'da nurg'un şirketler satanmay tamamda bazarlarda. Unda bu mesele nerede? Elbette nima o degende o karxallar istimalçılarınki qanda yapışıqı ihtiyaclıq degeni oylamay, men qanda yapış işlep chiqarlayman degeni merkez qilib ishlab chiqarilavergan gap. Shunlar istimalchilar cho qarasa yuziga mas kelmagan gap, qarasa ularning ehtiyoji mas keldigini Yaponiyada. Shuning uchun uni qanday qildi? Ekilib ishlatadi degan degan. Shuning uchun qanday qildi? Davlat men degandek qurilma ta'minlash qurilmasida berish orqali mushuna masalani hal qilmoqchi bo'lyotdi. Shunga bizning qarqalarimiz bu yangi yaratish orqali mushu siyosatga ovoz qo'yib, mushu siyosatga erishib maqsad taxmin yaxshi tariqaga erishdi deb qarayman. Rahmat. Haqiqatan intayin inoq bo'lgan javob bo'ldi ya. Bizmi shu tijorat bilan shug'ullanamiz yoki bo'lmasa ma'lum darajada egilik tiklaymiz degan vaqtimizda cho'qim shu iste'molchilarningki ehtiyojiga asosan shunga qarab turib undan keyin yangilik yaratsak yoki bo'lmasa egilik tiklasak bo'ldi. To'g'ri. Xo'sh, qani, marhamat. Muallim yaxshimisiz? Men Shinjang Moliya iqtisod universitetidan Azmat. Sizdan so'rab baqsam, shu rayonimizning hozirgi savdo vaziyatini olib aytganda, shu uzluksiz bunda tirishayotgan egilik tiklash uchun ash yoshlarga nisbatan qaysi jihatlarda bo'shliq bor? Siz bu jihatdagi fikrlaringizni bizga sungan bo'lsangiz. Hamda meylan bilimiz bu shu davlatimiz islohot ishga o'tgan dastlabki mezgillarda bo'lib 80-90-yillarda bu egilik tiklaydigan bozorlik bo'shliqlarni aytib chiqdi. Biz faqat mablag'ni yanjig'imiz selib bozorga chiqadigan bo'lsak, lekin bir kuzatsak, lekin bo'shliq topib bo'ldi. Endi bu shu yangi asr kirgandan keyin bundaq bo'shliqlar bag'on sir boshqalar tarafdan itildi. Bo'shliq qolmayotdi. Biz hozir endi chiqsak bu biz qarash orqali lekin bu bo'shliqni bayqayolmaymiz. To'g'ri. Endi bu qanday qilish kerak? Endi bu egilik tiklash uchun bu chaqdada biz endi ilmiy bozor tekshirish orqali shu qarashga itilgandek ashunda bo'shliq yo'qdek yerdan qanday qilamiz? Bir qonuniyatni, bir bozor qonuniy bir fursatni tepib chiqib, shu joyda egilik tiklash o'ylasak bo'ldi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi shu yoshlar endi burunqi ichki davrning odamlari orasida farq bo'ldi. Yoshlar degan yangi fan texnik bilimlarga o'zini qurollantirgan, yangi texniklarga pishib bo'lgan yoshlar bo'ldi. Endi uning ustiga bu yoshlarningki davrdagi ehtiyojlar, ya'ni burunqi ehtiyojlardan o'xshamaydi. Unda bo'lsa yoshlar egilik tiklash uchun qanday qilish kerak? Shu o'zining bilimlariga tayanib turib, shu yoshlar o'zining davrdagi shu bir qism to'pdagi kishilarning ichidan fursat izlab boqsa bo'ldi. Chunki bunda fursatni birinchi qatim yoshlar bilalaydi bu bo'shliqni. To'g'ri. Ondan keyin yana birinchi qatim yoshlar o'ziniki shu yangi fan texnik qurollari bilan eng tez suratda yoshlar qondira oladi. Bu mencha bo'lganda yoshlar o'yinib beqish tegishlik ikkinchi fursat. Ondan uchinchi fursat nima desanglar endi. Endi garchi bozor qarash qishdan to'yinib ketgandek tursinmi? Endi nurg'un bo'shliqlar shu an'anaviy korxonalardan yoki ma'lum darajada boshqa usullari toza orqada qolgan shunday korxonalar bilan egilinib qolgan bo'lishi mumkin. Endi korxonalar shu davrningki eng yaramli, eng bilimli shunday bir to'pilishi bilan mencha bo'lganda ular shu hozirgi shu an'anaviy korxonalarningki ustidan izlanish yapasi. Masalan, shu korxonalarimizda hozir masala bormi, yo'qmi? Shu hozirgi korxonalar bo'lgan bilan shu iste'molchilar ehtiyojini qondira olyapti, yo'qmi? Ular taxim shu iste'molchilar degan yerdan chiqolmagan masalalar bormi, yo'qmi? Shu hozir mavjud bo'lgan korxonalarningki ustidan masala izish kerak. Masala izlab shu masalalarni hal qilishni nishon qilib turib egilik tiklasa, bu uchinchi fursat. Chunki endi bizning bu biz taraqqiyot deymiz. Shu jamiyatdan taraqqiyot deymiz. Jamiyatdan taraqqiyotni uzluksiz masalalarni hal qilish, uzluksiz qanday qilish, shu iste'molchiga eng qulaylik narsani ta'minlashni nishon qildi albatta. Unda bo'lsa, shu yoshlar shu o'zini uzluksiz jamiyatda masala izlab mavjud bo'lgan masalani hal qilishni nishon qilib egilik tiklasa, mencha o'g'anda mana mushumu jamiyatningki yoshlardan kutgan umidi hamda yoshlarmi jamiyat taraqqiyotiga qo'shgan bir tuhfa bo'lib qolsin. Rahmat. Mana shunday amaliy misollarni, shundaqla amaliy tekshirishlarni ilib berish orqali undan keyin egilik tiklash yo'limizda yangiliklarni yaratsak bo'lar ekan. Shunga shu atrofimizdagi bor korxonalarning ustida uzluksiz masala izlash kerak. Nima masala bor buningda? Masala bo'lsa, maslahat jihatda masala bormi, mulozimat jihatda masalasi bormi? Yoki yana boshqarish jihatda masalasi bormi degandek masala izlab shu masalani hal qilsak, mana bu sizningki fursatimiz. Qusur izlab turishimiz kerak ekan-da, doimdek. Xo'sh, qani, marhamat.
Assalomu alaykum Abdulaziz muallim. Men Yezilik universitetidan, ismim Gulbar. Siz marketing kasbi bilan shug'ullanyapsiz hozir. Undaqda ish korxona bilan savdogar degan hukmlar qanday qaraysiz? Uniki sizningcha shu ikki xil kasb bilan shug'ullanuvchilarni biz o'xshash deb qarasak bo'lamdi? To'g'ri, endi bu biz savdogar deb bir hukm bor, karxonchi deb bir hukm bor. Endi buning o'rtasida farq bormi? Albatta, bu keng doirani aytsak, bu ikkisi o'xshash hukm. Endi buning farqi yo'qmi? Albatta farqi bor. Masalan, savdogar deganimiz bularniki shu muddaas jihatda selishtirsak, savdogar deganimiz foydalanishni maqsad qildi, pul topishni maqsad qildi. Uning ustiga u nima qildi? Shu qisqa mezgillik, qisqa muddatlik manfaatni o'ziga nishon qildi. Chunki u mayli oyog'i ishlab chiqarsin yo bo'lmaydi, kiyim tiksin, u faqat pul topqil bo'lsa bo'ldi uningga. To'g'ri. Endi uniki oxirgi nishoni bir shaxsniki beshini o'ziga eng oxirgi nishon qildi. Endi bu korxonchi korxonchi deganimiz bu korxonchininki muddasi shu navbatdagi jamiyatda mavjud bo'lib turayotgan ma'lum bir ehtiyojni qondirish, ma'lum bir mavjud bo'lib turayotgan masalani hal qilishni o'zining nishoni qilib turib qo'shimcha kirim qildi. Undan keyin uniki bu ko'zligini uzun muddatlik manfaat, hargiz qisqa muddatlik manfaat emas. Ya'ni birga uning eng oxirgi maqsadi bir shaxsningki besh emas, bir kollektivningki jamiyatning mushta manfaatini ko'zlab boshqa ish olib bordi. Mana mushta yerlarda ikkisiniki ma'lum darajada farqlar bor. Rahmat muallim. Assalomu alaykum Abdulaziz muallim. Men Shinjong universiteti axborot kasbidan Avzar bo'lman. Siz bayam hayot yo'lingizni bir qur so'zlab o'tdingiz. Ham shuningdek hayotda nurg'un tanlash va sinoqlarga to'lgan bo'ldi. Sizningcha qanday qilganda turmushda eng to'g'ri qarorni chiqargan bo'ldi deb qaraysiz? Albatta, men oldimda deb o'tdim. Endi shu turmushimizda biz eng to'g'ri qarorni amallardan chiqarib keldik. Endi bu qanday qilib to'g'ri qarorni chiqarib bo'la? Buning uchun men bo'lgan oldi bilan o'zi mushi tanlash menga mos kelamdi, kelmamdi deb buningda astoydil o'ylanish kerak. Ondan keyin men mush tanlashni qilib bo'lgandan keyin men mushniki o'disdan yo bo'lmaydi, shuning mas'uliyatidan chiqalamdim, chiqamamdim deganni o'ylash kerak. Endi siz buni o'ylagandan keyin talash olib borgan ekansiz, endi shu talashingizga izchil tirishchilik ko'rsatishingiz kerak, izlanishingiz kerak. Shu oxirgi natija uchun tirishsangizlar, mencha o'ganda yaxshi natijalar qo'lga keltirib bo'ldi deb o'ylayman. Ham shundaqla to'g'ri qaror chiqargan bo'lasiz, shundaqmi? Rahmat. Assalomu alaykum Abdulaziz muallim. Mening ismim Abduqahhor Abdulla, Shinjong Yezik universitetiniki aspiranti. Hozir hammamizga ma'lum, to'r savdosining taraqqiyoti notiz bo'lyapti. Butkul dunyo bozorini qabuldi. Shunda avvalasta amaliy do'konlar putirab tura olamdi. Mushu haqda ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Rahmat. Hozir ko'rib turibmiz, undidorlarda shunday to'r savdolarini qilyapti. Shunaqa bu balkim o'sha kichik tipdagi do'konlarga nisbatan ilib aytqoqda bu bir xiris bo'lishi mumkin. To'g'ri, hamda shu internet turininki umumlashiga erishib, shu hozir to'r savdosini avjayib ketdi. Endi nurg'un odamlar o'ylashyapti, bu surat bilan maqsa, keyin amaliy do'konlar yo'qolib ketadimi deb. Mencha o'ganda buning ehtimolligi bir cho'ng emas. Nimishqa desanglar, shu jamiyatning taraqqiyotiga iste'molchilarning iste'mol saviyasining o'sishiga erishib, burun 10 odamning ehtiyoji bir xil bo'lsa, hozir bir odamningki ehtiyoji 10 xil bo'lyapti. Bu demakchi o'g'limiz nima? Ba'zi odamlar to'rdan sotilishni yaxshi ko'rdi, ba'zi odamlar qanday qildi? Amaliy do'konda sotilishni yaxshi ko'rdi. To'g'ri. Ba'zilar molni sotilish jarayonini bir xil huzur deb his qildi. Ularning nazarida shu do'kon aylanishining o'zimi mol sotilish jarayonidagi kambos bo'lmaydigan bir halqa deb qaraydi. Shuning uchun qanday qildi? Yani lakin bir to'p kishilar qanday qildi? Yani lakin amaliy do'konning xaridorlari. Undan boshqa mahsulotlarning hammasi to'rda sotishga mos kelmaydi. Bu mahsulotlarimizni endi buni bu yerda kengaytib deb o'tirib qo'yib bo'lmaydi. Mahsulotlarning ba'zi mahsulotlar to'g'ri sotishga mos keldi, ba'zi mahsulotlar qanday qildi? Iste'molchilar o'zi his qilib turib, o'zi ko'rib turib, o'zi ashunda o'zrayib turib sotishga mos keladigan mahsulotlar bor. Bularni cho'qim amaliy do'konlarga sotish kerak. Shuning uchun men o'g'anda shu kelgusidimi ma'lum mahsulotlar to'g'ri sotildi, ma'lum mahsulotlar amaliy do'kon sotildi. Shu orqali shu o'xshamagan sotish yo'llari bu jamiyatimizga o'xshamagan iste'molchilarning ehtiyojini qondirib ma'qul deb qarayman. Rahmat.
Demisem shundoq biz bir narsani setib olgan vaqtida bo'libmi, kiyim-kechak setib olgan vaqtimizda to'rdan setib oldik degan bilan nurg'un qitim bo'lib men shu kostyum setib olish jarayonida 10 qitim setib olib, 10 qitim mag'lub bo'lib, 11-qitimda uni o'nikida aslida ma numerimni setib olsam bo'lg'idek deb. Chunki bilsizlar bek muskulliq bo'lganligim uchun shuningga kiyimlar odatda bek to'g'ri kelmaydi. Shuningga o'xshash bir qism kishilarimiz dalman shu jihatda nurg'un qitim mag'lubiyatga uchrab ketgandan keyin bo'ldilar amaliy do'konga berib olaychi deydi. Undan keyin bayatdan ustozimiz aytib o'tib ketdi. Shu bozor aralashning o'zini huzur deb biladigan bir top kishilarimiz bor deb. Endi bu top kishilarimizning asosligi shu xonim qizlarimiz bekrak bo'lishi mumkin. Lekin endi bu bizga fursat bor ekan deb shu amaliy do'konlar bu o'zidan xotirjam bo'lib qolsa olmaydi. Bular uzluksiz holda to'r sodisini xabardor bo'lib turish kerak, o'zining ma'lum masaladan to'rdim setishni tanlash kerak. Shuning bilan bir vaqtda uzluksiz iste'molchilarningki hozirgi odida qanday o'zgarishlar bo'lib turyapti deb uningdan xabardor bo'lib turib, o'ziningki to'shi do'konninki ba'zi setish usullarini, yangilik yaratish usullarini iste'molchilar ortiga moslashtirib menish kerak. Ondan keyin taxmin bagrak putirib tura oladi. Rahmat ma'lum. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum Abduz ma'lum. Ismim Almira Tayir, Şinjan Yezlilik Universitetining aspiranti. Sizdan ko'rishganim uchun xursandman. Nima so'ramoqchi bo'lgan savolim bo'lsa, hozirgi jamiyatimizdagi o'z oldiga igilik tiklayotgan yoshlarimiz oldi bilan o'ziga shu qanday sharoitlarni hozirlash kerak deb qaraysiz? Mushtiyat bir so'zlab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan. Rahmat. Endi bu igilik tiklash uchun qanday qilish kerak? Menimcha bo'lganda buningda ikki tarafga ahamiyat berish kerak. Biri to'g'ri shu qarashni yetildirish kerak. Bu to'g'ri qarash degan nima deganda, men igilik tiklashdagi maqsadni men lider bo'lma, nom chiqarma degan maqsadda emas. Men ma'lum shu mavjud bo'layotgan ehtiyojni qondirish yoki ma'lum bir jamiyat mavjud bo'layotgan bir masalani hal qilish orqali ondan keyin men kirim qilma deganni maqsad qilish kerak. Ma'lum bir bo'shliqni to'shqizma degan. Agarda siz shu men pulda pishar shu jamiyatni nom chiqarma, boshqa men lider deb qolsin deb igilik tiklasangiz, albatta siz nom chiqarsiz, qanday nom chiqarsiz desangiz, 2 yilda lekin 5 million pulni so'rib mag'lub bo'ldi degandek nom chiqarsiz. Unda nom chiqarmoq bek tez bo'ladi sizga. Unda nom chiqarsiz, shuninglar nomni sarayda albatta. Shuning uchun men o'g'anda bu ko'z qarash, to'g'ri ko'z qarash yetirish birinchi muhim. Ikkinchisi, endi shu davrning taraqqiyotiga erishib, endi fan texnik uzluksiz yangilanayotdi. Unda bo'lgandan keyin yoshlarimiz shu an'anaviy uslubdan qutulish yoki an'anaviy uslubni taraqqiy qildirish uchun uzluksiz zamonaviy fan texnika bilan o'zini qurollantirish kerak, zamonaviy korxona boshqarish usullarini egallash kerak. Shunday qilish orqali qanaqa qildi, igilik tikilib bo'ldi deb qarayman. Rahmat ma'lum. Mana bugungi bo'lsa programmamizda biz Abduz ma'lumning nutqlaridan shundaqla bayatan yoshlar vakilining naq maydondagi mehmonlarimizdan so'ragan shu savollardan nurg'unlagan bilimlarga ega bo'ldik. Shundaqla ekran oldidagi igilik tiklash uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan shundaqla igilik tiklamoqchi bo'lgan shu yoshlarimiz uchun intayin yaxshi bo'lgan bir darslik bo'ldi deb o'ylaymiz. Amaliyotda programmamizdan beshidil deb o'tib ketdik. Kishilik turmush tanlashlarga to'lgan. Biz dal mana shu tanlashlarning ichida ma'lum bir o'zimizga yoqqan shundaqla o'zimiz mana maskildu degan shu tanlashni qilish orqali uning uchun tirishchanlik ko'rsatamiz. Ammo ba'zi mag'lubimiz, ba'zi muvaffaqiyat qozonamiz. Muvaffaqiyat qozongan vaqtimizda texim bir xil ruhiy kuchga, ruhiy energiyaga ega bo'lib, texim olg'a qarab mangimiz keldi. Ammo yana bir qismlarimiz mag'lub bo'lgan vaqtimizda shunchalik tushkunlashib, ruhiy besim his qilib, balkim undan voz kechishimiz mumkin. Mundaq bir so'z bor. Tabiat darvozasini taqab qo'ygan vaqtida derisini ichib qo'ydi. Shunga bir yo'ldan chiqolmasak, ammo sabab qilsaqlar yana bir yo'ldan chiqa olamiz. Shunga fursat kutib turganlarga emas, tirishganlarga mansub, shu tirishchanlik uchun sabab izlaganlarga mansub. Yana bir qatim biz Abduz muallimga rahmat aytamiz. Rahmat sizga ma'lum. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ular shundaq deydi, programmasining bu soni mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi sonni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.